Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarning boks жаңалыктары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Podpisasi bo'ldi unutmaymiz. Alimxan o'g'lining kelesi qarshilasi 18 nokauti bor chempionmen bo'ladi. O'rta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxan o'g'li kelesi qarshilasi tanladi deb xabarlaydi. 3 titul uchun ayqas. Janibekning so'zincha, u o'z tanlovi turali menejerini xabarlab qo'yibdi. Qazoq bokschi o'rta divizionda WBO titulini ega Dominikalik Carlos Adames bilan ayqasqisi keladi. Ma'gan o'zi 3-titul kerak. Hozir meni boshqa hech qanday ayqas qiziqtirmaydi. Tek belbeo olib keletin jekpejek qana. Carlos Adames: "Men menejerime judruq tasqim keletin yolg'iz qarshilash sen deb aytdim. Endi sening kezeging. Komandamen söylesde jekpejekte o'tetinde yeteyik. Hech qanday siltovsiz, vaqt so'zbay, jankyerlariga qolganin bereyik", deb yozibdi Alimxan o'g'li alimettik jelida. Absolutga aparar jor. Eski salayq 5-savr Ostonada qozog'istonlik chempion Fransiyalik Anuel Nigamesing men ayqasdi. 2 titul qo'rg'adi. Janibek qarshilasini 5-raundda nokautga tushirdi. O'zidan keyin Alimxan o'g'li alemning absolut chempion bo'lg'isi keletini ma'lum dedi. Bu uchun Qozog'istonlikqa tag'i 2 belbeo, Adamesdan WBO'dan bo'lak kubalik Ersanda Laradan WBA tituli da qajat. Sizlarмен boks жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi.